Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Andijon filialida ham bugun aholi salomatligini mustahkamlash va kasalliklarni oldini olish borasida samarali ishlar yo'lga qo'yildi. E'tiborlisi, Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi tomonidan moliyalashtirilgan O'zbekiston Qizil yarim-oy jamiyati Andijon viloyati tashkiloti tomonidan viloyat onkologiya markaziga og'ir holatdagi bemorlarga yuqori malakali va sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida birinchi bosqichda 2 milliard so'mdan ziyod mablag'lar evaziga zamonaviy tibbiy jihozlar keltirildi. Onkologiya yo'nalishida bemorlarga, uning qaruvchilariga yaxshi sharoit yaratish, bemorlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash masalasi qayta ko'rib chiqilyapti. Tibbiyotni yangi bosqichga olib chiqish, jahon standartlariga javob beradigan holatga keltirib chiqarish maqsadida hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilyapmiz. Qizil yarim-oy jamiyati tomonidan bizda onkologiyaga hospis masalasida yordam yetib keldi. Bizda 20 koyka, ya'ni 20 o'rin palliativ bo'lim tashkillashtirilgan. Biz buni qoshida 10 o'rin hospis tashkillashtirdik. Hospis bu bilamiz, onkologik kasalliklar, xavfli o'sma kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni hayoti davomida oxirgi paytlarda og'ir holatlarga kelishib qoladi. Bunday og'ir bemorlarga uy sharoitida farzandlar tomonidan qarash juda ham qiyin. Chunki uyda moddiy texnika baza yetishmovchiligi, malakali tibbiy yordam uy sharoitida olisha olmaydi. Shuning uchun hozirda hospis bu bemorni hayotini oxirgi davrlarida ularga malakali tibbiy yordam ko'rsatish, hayotini oxirgi davrlarida juda ham pokiza, yaxshi sharoitlarda o'tkazish, simptomatik davo muolajalari shu hospis sharoitida o'tkaziladi. Shuning uchun hozirda bizga onkologiya Andijon filialiga Qizil yarim-oy jamiyati tomonidan 2 milliard mablag'lar hisobiga moddiy texnika bazalarimiz yetib keldi. Bular qatorida funksional kravatlar, chunki bemorlar ko'proq yotoq rejimida yotishadi. Havo tozalovchi filtrlar, sun'iy nafas beruvchi apparatlar yetib keldi. Alohida hospis uchun UZI apparati, narkozniy apparat alohida yetib keldi. Butunjahon salomatlik kuni doirasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi tomonidan moliyalashtirilgan O'zbekiston Qizil yarim-oy jamiyati Andijon viloyat tashkilotining Mehr ulashamiz nomli loyihasi doirasida esa davra suhbati ham o'tkazildi. Unda bugun tibbiyotda amalga oshirilgan ishlar aholini ortiqcha ovora qilmaslik maqsadida zaruriy asbob-uskunalar va tibbiyot jihozlari bilan ta'minlanish borasidagi islohotlarga to'xtalib o'tildi. Mana shu onkologik kasalliklar shifoxonasida Oliy Majlis jamoat fondi tomonidan O'zbekiston Qizil yarim-oy jamiyati Andijon viloyati tashkilotini Mehr ulashamiz nomli loyihasi amalga oshirilyapti bu yerda. Loyiha asosida mana bugun shu asbob-uskunalarning 95% olib kelib topshirildi shu shifoxonaga. Demak, shu asbob-uskunalar yordamida bu kasalxonada yotgan og'ir holatga tushib qolgan bemorlarni og'ir yengil bo'ladi deb o'ylaymiz. Onkologik kasalliklar shifoxonasida hospis xonalarini jihozlab bo'lganimizdan keyin bizning ikkinchi etapdagi ishlarimiz boshlanadi. Aynan kasallikni kamaytirish va kasallikni erta aniqlanishi bo'yicha tibbiyot xodimlariga nodavlat notijorat tashkilotning xodimlari ham kasalliklarni erta aniqlanishda ko'maklanish va ularning yaqinlariga psixologik yordamlar ko'rsatish amalga oshiriladi. Inson salomatligi bugun mamlakatimizda ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralayotgan va aholi sog'lig'ini mustahkamlash yo'lida olib borilayotgan islohotlar fuqarolarimizning yanada yaxshi, farovon va sog'lom hayot kechirishlarini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Eng asosiysi esa kasallikni davolash emas, uning oldini olish masalasiga e'tibor qaratilmoqda.